Hammaga salom do'stlar. Sizlarni yana kanalimda ko'rganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda going to mavzusini o'rganamiz. Going to bizda o'zbek tilida moqchi deb tarjima qilinadi. Keling avvalambor ularni positive, negative va question shakllarini o'rganadigan bo'lsak. Pozitiv shakl strukturasini ko'radigan bo'lsak, subject, am is are, going to, a verb va object. Keling endi shu strukturaga moslab bitta gap tuzamiz. I am going to buy new shoes. Ya'ni men yangi oyoq kiyim sotib olmoqchiman. Negativ shaklni ko'radigan bo'lsak. Subject, am is are, not, going to, verb va object. Negativ shaklda shunchaki not qo'shib qo'ysak bo'ldi. Darak shakli bilan deyarli bir xil. Faqatgina not qo'shib qo'ysanglar bo'ldi. I am not going to buy new shoes. Ya'ni men yangi oyoq kiyim sotib olmoqchi emasman. Gapni to'liq tarjima qiladigan bo'lsak, shu tarzda bo'ladi. Question shaklida. Question shaklida biz o'sha subjectni oldinga chiqaramiz. Am is are. Subject, going to, verb, object. Object bizning gapning qolgan qismi. Endi shu strukturaga binoan gap tuzadigan bo'lsak, am I going to buy new shoes. Men yangi oyoq kiyim sotib olmoqchimanmi? Bo'pti. Gapni to'liq tarjima qiladigan bo'lsak. Xo'p, endi biza going to ni asosan ishlatishimiz kerak bo'lgan 3 ta holat bor. Keling bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizda reja yoki oldindan qaror qilingan ishlar uchun. Bularga misollar ko'radigan bo'lsak, I am going to learn Turkish. Men turk tilini o'rganmoqchiman. Ya'ni men buni oldindan plan qilib qo'yganman. Shuning uchun ham biz going to ishlatamiz. She's going to open her own business. U o'zini shaxsiy biznesini ochmoqchi. Ya'ni u ham buni oldindan reja qilib qo'ygan, plan qilib qo'ygan. Shu sababli going to ishlatildi. We are going to move to another city. Biz boshqa shaharga ko'chib o'tmoqchimiz. Ya'ni buni ham biz oldindan reja qilib qo'yganmiz. Shu sababdan ham going to ishlatilishi kerak. Keyingisi bizda ishlatishimiz kerak bo'lgan holat hozirgi holatga qarab bashorat qilsak yoki taxmin qilsak. Misol uchun, look at the clouds. It's going to rain. Osmonga qara, yomg'ir yog'moqchi. Yoki he's very angry. He's going to shout. Uning juda jahli chiqqan. U baqirmoqchi. Ya'ni biz uning holatiga qarab biz taxmin qilyapmiz. Demak, uni juda jahli chiqqan, demak u baqiradi. Keyingisi, the glass is falling. It's going to break. Ya'ni stakan qulayapti. U sinadi. Ya'ni biz stakan qulayotganini taxmin qilib, biz uni sinadi deb aytamiz. Xo'p, keyingi holatimiz bizda ogohlantirish yoki juda yaqin kelajak uchun ishlatamiz. Misollar ko'radigan bo'lsak, be careful, you are going to fall. Ehtiyot bo'l, yiqilasan. Keyingisi, hurry up, we are going to be late. Tezroq bo'l, biz kech qolamiz. Watch out. Bu ham o'sha ko'zingga qara, you are going to hit the wall. Ya'ni devorga urilasan. Ya'ni shu kabi ogohlantirish uchun ham biz going to ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim shundan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.
Bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.